6 oktyabr Angliya, Amerika, Germaniya, Fransiya, Kanada qatarlıq 39 dövlət Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Umum Məclisində birləşmə bəyanatı imzalab, Şərq Türkistandakı kişilik hüquq vəziyyəti və Hong Kongның növbətdəki vəziyyətiga bo'lgan əndisini aşkar ifadəldi. Şərq Türkistan sürgün hökuməti 39 dövlətin haqqaniyyətini qollab, Xitayning rəzil qilmishlarini oshkorlash orqali Xitoy tarafidan qattiq ezilgan Şərq Türkistan Uyg'urlari va boshqa turk xalqiga ovoz chiqarganiga minnatdorlik bildirib, bu 39 davlatning Xitoy vahshiyligiga qarshi turishi xalqimizga umid bag'ishlaydiganligini, yaqinqi kelgusida adolatning g'alaba qildiganligini bildirdi. Belorussiya, Kuba, Iran, Pokiston, Chaushyan qatorliq mustabid davlatlarning Xitoyni yana bir qatam qo'llashi hayron qolarlik ish emas. Ammo Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta'siri sababidan boshqa nurg'un davlatlar Xitoyni qo'llab kelmoqda. Şərq Türkistanның hazır holati Xitoyning aldamchiligi va yolg'on va'dalarga aldanayotgan davlatlarga bo'lgan bir signal ogohlantirish ekanligini bilish kerak. 71 yil ilgari Xitoy bugungi kunda boshqa davlatlarga bergan va'dalarga o'xshash Şərq Türkistanning taraqqiyoti va zamonaviylashtirishga yordam berishga va'da berdi. Bu faqat Şərq Türkistanning mustamlikini keltirib chiqadi. Yaqinda xalqimizni ochiq-oshkor qirg'in qilishga boshladi. Xitoy 1949-yilning oxiridan Şərq Türkistonni ishg'ol qilgandan buyon rahimsiz mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik faoliyatlarini epadi. Shak shubhasizki Xitoyning Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turklarga qaratgan harakati irqiy qirg'inchilik. Yaqinda Şərq Türkiston sürgün hökuməti va Şərq Türkiston Milliy uyg'unish harakati xalqaro jinoiy ishlar sotiga rasmiy arz sunib, Xitoyning insoniyatga qartilgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoyatlarni tekshirib bartaraf qilishni talab qildi. Xitoyning rahimsiz zulm harakatiga qarshi turgan 39 davlatning hammasini Şərq Türkiston sürgün hökuməti va Şərq Türkiston Milliy uyg'unish harakatining bu arznomasini qo'llab, Şərq Türkiston xalqi uchun adolat uchun kurash qilishimizga yordam qilishini, xalqaroning cho'qim hargiz qaytarilmaydi degan va'dasiga amal qilishini, texnik kuchli harakat qo'llanib, Xitoyning 21-asrdagi qirg'inchiligini oxirlashtirish kerakligini kuchli talab qildi.